Hudaybiya sulhisidan keyingi harbiy faoliyatlar. G'aba g'azoti yoki Ziqarat g'azoti. Bu g'azot Rasululloh bilan qarshilish maydonida cho'ng turib, bulongchilik va qaroqchilik jinoyatlari bilan shug'ullanayotgan Bani Fazorilik bir uchum jinoyatchilar guruhi qarshi elib berilgan qo'g'lab zarba berish harakatidir. Bu g'azot Hudaybiya sulhisidan keyin Xaybar g'azotidan ilgari elib berilgan. İmam Buxoriy mazkur bobning tarjimasida bu g'azotni Xaybar g'azotidan 3 kun ilgari tashkillangan deb zikr qildi. İmam Muslim Salima ibn Akvaning hadisini naql keltirib, yuqorqi qarashni kuchaytirdi. Ko'p qism tarixshunoslar bu g'azot Xaybar g'azotidan xili ilgari elib berilgan deb qaradi. Ammo Buxoriyning rivoyati to'g'riga eng yaqindir. Rivoyatlarning xulosasini mushu g'azotning bosh qahramoni Salima ibn Akva radhiyallohu anhu so'zlab berib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom sadiq tugullarini Ribo ismli chaqiridan yayloqqa boqqili avatgan edi. Men Ribo bilan Abu Talhaning etiga minib chiqqan edim. Ertasi tong saharda Abdurrahman al-Fazari Rasulullohning sadiq tugillariga hujum qilib, podishini o'ltirib yetib, tugilarning hammasini bulab haydab ketibdi. Shunga men, "Ey Ribo, sen bu otni minib darhol Abu Talhaga olib bergin va Rasulullohga ahvolni xabar qilgin" dedim. Ondan bir cho'qiga chiqib Madinaga qarab, "Ya Saba" deb 3 qatim to'ladim. Ondan ularni qo'g'lab keynidan o'q tutdim. Alloh bilan qasamki, men ularni to'xtamay o'q tutib, qashila qilib turdim. Dushman keyniga yenib qo'g'lasa, daraxt tuviga mukinib olatdim-da, ondan uningga o'q uzib, to'pi shiltaytatdim. Hatto bir chaqda ular bir tog'ning jilg'i qaptallarga kirib edi. Men elqi tog'ning ustiga chiqib, ularga tosh to'miltishga boshladim. Mana shunday qilib, ular bulab ketgan tugilarning birini qo'ymay soldirib olib, keyniga qaytarib etdim. Ular oxiri tugiga qaramay tikib etishdi. Ondan yana ularning keynidan o'q uzib qo'g'lashga boshladim. Hatto ular bo'lolmay, yenikirak yo'l yerish uchun 30 qurdan o'shqroq kiyim-kechak va 30 dona nayza chumoqlarini tashlab ketdi. Ular tashlaganlar narsaga Rasululloh va sahobalar bilib olsin uchun tosh to'qmoqlar bilan belgi silib mangdi. Hatto bir chaqda ular tog' ichida bir qaptal eg'iziga kelib, g'izolanishga o'ltirib edi. Men shu tog'ning cho'qqisiga o'rladim. Bu chaqda ulardan 4 kishi taqqa yamishib chiqdi. Shunga men ularga, "Meni bilishamsan, men degan Salima ibn Akva bo'laman. Men peyiga tushsam, uni tutmay qo'ymayman. Ammo hech kishi meni qo'g'lab tutolmaydi" dedim. Shuning bilan ular ostog'ini tog'dan tushib ketishdi. Shu topda men texi o'rnimdan qo'zg'almagan edim. Rasulullohning otliq va piyodalik qo'shini edirliqlar orasida paydo bo'ldi. Men eng dastlab Ahramni ko'rdim. Ondan uning keynidan Abu Qatada paydo bo'ldi. Orqasidan Miqdod ibn Aswad izg'o'g'lab chepib keldi. Ahram kelib Abdurrahman Fazari bilan tutishib qoldi. Ahram Abdurrahmanning etiga qilich urib yiqitgan edi. Abdurrahman uningga nayza urib shahid qilib etdi. Ondan Ahramning etiga minib qochmoqchi bo'lib edi. Uningga Qatada yetishib olib, keynidan nayza urib yiqitib etdi. Buni ko'rib qaroqchilar badar tikib etishdi. Biz ularning keynidan qo'g'lashga boshladik. Men piyoda yuguraydim. Oxiri ular butun bir kun och ussiz bo'lganlikdan kun petish oldida Ziqarat deb ataladigan bir suv bo'yiga kelib tushdi. Men ularning orqasidan iz besib kelib, suvga yaqin keltirmadim. Ular bir temim suv ichalasa qandoq deysiz? Rasululloh va boshqa musulmonlar gugum tushgandan keyin yetib keldi. Men dedimki, "Ey Rasululloh, ular hozir och, ussiz. Manga 100 odam qo'shsang, ularning ot uloqlarini tortib olib, qarshilashganlarning beshini elib kelgan bo'lsa." Payg'ambar alayhissalom menga, "Ey Ibn Akva, ilmi ko'p jasorat ko'rsatding. Endi bo'ldi qilgin" dedi. Andi yana "Ular endi G'atfonga berib to'xtaydi" dedi. Ondan Rasululloh bu qitimqi qo'g'lab zarb berish harakatini xulosalab, "Bugungi chavandozlarimizning eng yaxshisi Abu Qatadadir va piyodaliklarning yaxshisi Salima ibn Akvadir" dedi. Va menga 2 o'lish, biri piyodaliklarning, yana biri otliqlarning o'ldisini tarqitib berdi. Ondan meni Rasulullohning tugisi Azbaning keyniga mindirib, Madinaga qaytdik. Rasululloh bu g'azotda Madinada o'z o'rniga Abdullah ibn Maktumni qoldirgan va jang alimini Miqdod ibn Amirga tutqizgan edi. Xaybar va Vodil Qura g'azoti. Hijrining 7-yili Muharram. Xaybar Madina Munavvarning shimolidan 60 yoki 80 mil yiroqlikda joylashgan qal'a va istehkomlarga ega dehqonchilik va bog'bonchilikni asos qilgan cho'ng shahar edi. U hozir havo klimati yaxshi bo'lmagan bir kentdir. G'azot qo'zg'ashning sababi.
Rasululloh Quraysh taraf bilan Hudaybiya shartnomasini imzolash orqali dushman uch birlashma qantining eng kuchli va eng ashaddiy qantini sundirib tashlagandan keyin ulardan xotirjam bo'lib, mazkur rayonning tinch amonligi va muqimligini haqiqiy ishga oshirib, necha yil davom qilgan qonunliq to'qinishlardan qo'l yig'ib, endi Allohning elchiligini tinch amon yetkazishga va diniy da'vatga texmi puxta asos solish maqsadida qolgan ikki qanot, ya'ni Yahudi va Najd qabilalaridan hisob olmoqchi bo'ldi. Chunki Xaybar uzoqdan beri suiqasd va makkorlikning uvisi, qurolliq to'polonchilarning bazasi, ig'vogarchilik va ma'lumotchilik paydo qilish markazi bo'lib kelgachga, musulmonlar hammadan avval diqqat e'tiborini markazlashtirishga tegishli muhim o'rin bo'lib qolgan edi. Biz Xaybarni mundaq tunishtirishimizga sabab Xaybarlik Yahudiylarning musulmonlarga qarshi ahzab qo'shinini tashkillashda pilti bo'lganligini, ahzab urushi davomida Bani Qurayza Yahudiylarni ahdiga vafosizlik qilishga va kelishimga xiyonat qilishga kuch ko'rganligini, ondan keyin munofiqlar bilan G'atfon va Badaviylar bilan yo'shirin aloqalashganliklarini va o'zlarimu bevosita urushga tayyorlik ko'rganligini, bu orqali musulmonlarni ko'plagan talofatlarga uchratganligini, hatto texim haddidan eshib Rasulullohni qasdlab o'ltirish planini tuzishganliklarini unutib qolganimiz yo'q. Ayni chaqda musulmonlar bu yo'lsizliklarga qarta orqama-orqa qo'shin tortishga, Salom ibn Abil Huqayq va Usayr ibn Zarimga o'xshash suiqasdchilarning katiboshlarini yo'shirun ujuqda o'tishga majbur bo'lgan edi. Lekin musulmonlarning zimmasiga yuklangan majburiyat bir yoki ikki tal badbaxtni yo'qotish bilan ado topmaydi. Balki u harakat texmi keng ko'lamlik va texmi umumyuzlik bo'lishi kerak edi. Ayni chaqda musulmonlar zimmasidagi bu majburiyatni ado qilishni ko'p kechiktirdi. Chunki ularning ko'z oldida Yahudiylarning kuchidan natijasi zo'r, jangovarligi yuqori, adovati kuchli, bosh egmas asabiy dushman Quraysh kofirlari devaylab turmoqda edi. Bu qatim ular oldingi hisobdan chekinib, yuzma-yuz qarshilashishdan o'zini chetga elib edi, hamda musulmonlarga halqi jinoyatchi unsurlardan intiqom oladigan sharoit pishib yetildi-da, hisob kitob qiladigan kun oxiri yetib keldi. Xaybarga yurish qilish. Ibn Ishoq Payg'ambar alayhisalom Hudaybiyadan qaytib kelib, Madinada Zulhajja va Muharramdan ozroq turib, mushu oy, ya'ni Muharramning oxirida Xaybarga yurish qildi degan. Mufassirlar Xaybar Allohning tuvandagi oyati orqali bergan va'dasining amallashishi edi deyishdi. Oyatning tarjimasi: Alloh sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni va'da qildi. Islom qo'shinining soni. Oldingi yili Hudaybiya g'azotida munofiqlar va iymoni ojiz kishilar Rasululloh bilan birga chiqmay yetib olgan bo'lg'achqa, Rasulullohga Alloh tarafidan mundoq farmon bo'lgan edi. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtinglarda biz sizlar bilan chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganligidan iborat so'zini o'zgartmoqchi bo'ldi. Ularga aytganki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundoq degan. Ular undoq emas. Ya'ni Alloh undoq degani yo'q, balki sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undoq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagini tushunadi. Qur'oni Karim Sura Fatih 15-oyat. Shunga Payg'ambar alayhisalom Xaybarga otlanish oldida men bilan faqat jihodga qiziqadiganlarla birga chiqsin deb e'lon qildi. Shunga bu qatim ashabu shajar, ya'ni Hudaybiyada daraxt tubida Rasulullohga o'limga ahdi berganlarla otlandi. Ular 1400 kishi edi va o'z o'rniga Madinada Siba ibn Afatatul G'ifarini qoldirdi. Ibn Ishoq Numayla ibn Abdullah Laysni qoldirdi deydi. Har holda avvalgi qarash to'g'riga ko'p yaqin. Mujohidlar Xaybarga qarab yurib ketgandan keyin Abu Hurayra radhiyallohu anhu musulmon bo'lib keldi. U Madinaga kelganda Siba ibn Arfata bomdod namozi o'qib beryotdi. Siba namozdan farig' bo'lgandan keyin Abu Hurayra uning bilan uchrashdi. Siba uningga safar rasxodi hozirlab yo'lga silib qo'ydi. Shuning bilan u Rasulullohning keynidan Xaybarga bordi. Shunga Rasululloh musulmonlarga gap qilib, Abu Hurayra va uning hamrohlarini g'animatga sherik qildi. Munofiqlarning Yahudiylarga axborot yetkazganligi. Munofiqlar yana Yahudiylar uchun katman chepishga boshladi. Munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay Xaybar Yahudiylarga yo'shirin axborot yo'llab, Muhammad sizlarni qasdlab yurib ketdi. Paxas bo'linglar, ammo qattiq qo'rqib ketmanglar, chunki sizlar son va sifatda uningdan ko'p ustun. Muhammadning odamlari, qurollari oddiy, soni cheklik, sayoq odamlardir, dedi.
Xaybarliklar axborotni topshirib olgandan keyin darhol harakatlanib, Kanana ibn Abul Huqayq bilan Havza ibn Qaysni G'atfan qabilasiga yordam so'rashga avatdi. Chunki ular Xaybar yahudiylarning qadinas ittifoqdoshi, musulmonlarga qarshi eg'iz burun yalishadigan yaloqchi do'stlari edi. Ular bu qatim musulmonlar ustidan g'olib kela olsa, Xaybar meva mahsulotining yarmini G'atfan qabilasiga topshirishni shart qilishdi. Xaybar yo'li. Payg'ambar alayhissalom Xaybar safarida Issir tog' tizminlarini bo'ylab mengib, Sahbodan o'tib Raji degan joyga kelib tushdi. Bu yer bilan G'atfonliklarning o'ttirsida jami bir kech kunduzdek yo'l qiladi. Dal shu kunlarda G'atfonliklarmu jang tayyorligini bitkizib, yahudiylarga yordam berish uchun Xaybarga qarab kelyotdi. Ular o'ttir yo'lga kelganda, keyni tarafda ushtumtut cho'qon so'ran anglandi. Shuning bilan ular bu ovozni musulmonlar oil tavobatlarimizga va mol-mulklarimizga hujum qilibdi deb o'ylab, darhol keyniga yenib, o'z mahallasini qo'g'dashning ko'yida bo'ldi. Va Rasululloh bilan Xaybarliklarning ishiga aralashmaslikni qaror qilishdi. Ondan Rasululloh qo'shinga yo'l boshlab menayotgan ikki yo'l boshlig'ichi, ularning birining ismi Hasil edi. Uni chaqirtib, ulardan Xaybarga shimol, ya'ni Sham tarafdan kirgili bo'ladigan eng muvofiq yo'l bilan boshlab menishni talab qildi. Shunda qilganda G'atfonliklarning Xaybar ishiga aralashishining oldini to'sqili bo'ladi. Hamda Xaybar yahudiylarning Shamga qochib olishini to'sib qolg'ilim bo'ladi. Bu chaqda ularning biri "Men boshlab mangay ey Rasululloh" deb qo'shinning oldiga kirib mangdi. Bir chaqda u 4 yo'lga bo'linadigan bir och yo'l eg'iziga kelib to'xtadi va "Ey Rasululloh, bu yo'llarning hammasidan maqsadga yetkili bo'ladi. Qaysisiga yo'l olamiz?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom uni aşı yo'llarning nomini bir-birlab aytib berishga buyurdi. U shu yo'llarning birisini ko'rsatib, "Hazan", ya'ni qayg'u dedi. Payg'ambar alayhisalom uningdan yo'l elishga unimadi. Yo'l boshlig'ichi yana birining ismini Shosh dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga beshini chayqadi. Ondan yana birini ko'rsatdi. Uning ismi Hatif, ya'ni o'tin targuchi dedi. Payg'ambar alayhisalom buningga bo'lmaydi dedi. Bu chaqda Hasil "Amdi birli yo'l qoldi" degan edi. Umar "Aytmamsan, uning ismi nima?" deb oldiratdi. U Marhib, ya'ni qarshi olg'uchi degan edi. Payg'ambar alayhisalom shu yo'lni tanladi. Yo'l ustida yuz bergan voqealar. 1. Salima ibn Akvadan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyiladi. Biz Rasululloh bilan Xaybar g'azotida chiqqanda kechasi yo'l yurgan edik. Musulmonlardan bir kishi Amir ibn Akvaga "Ey Amir, bizga yiliqi mo'ngluq ovozing bilan rohat bermamsan?" dedi. Amir yetishgan shoir ham naqshchi edi. Shuning bilan u uliqidan tushib, "Oy" aytib kishilarga mushoira va naqshi aytib berishga boshladi. U mundaq deydi: "Rabbimiz sen bo'lmasang topmas edik hidoyat. Bilmas edik nemadir zakot, namoz, roza, ibodat. Mag'firat qil, jon pidodur sana Tangrim shadxuram. Erishqanda yov bilan ato qilg'in matonat. Beg'ishlig'in bizlarga xotirjamlik saodat. Besim qilsa kufri al qilmasmiz hech itoat. Qancha so'ran salsimu mansitmaymiz to abad." Payg'ambar alayhisalom "Bu kim?" deb so'radi. Kishilar Amir ibn Akva degan edi. Payg'ambar alayhisalom "Alloh uningga rahmat qilsin" dedi. Bu chaqda jamoatchilikdan bir kishi "Ey Rasululloh, uningga vojib qilding, ya'ni shahidlik sharafini uningga talab qilding. Bizni uning suhbatidan bahramon qilsang bo'lmasmidi?" dedi. Chunki ular Rasululloh har qanday odamga ayrim duo qilsa, uni shahidlik topadi deb biladi. Allohning iltifoti bilan u mushu g'azotda shahidlikka erishdi. 2. Safar davomida musulmonlar qo'shini bir o'ymonlikqa yaqinlab kelganda, hammasi unlik sado bilan "Allohu akbar, la ilaha illalloh" deb ovoz ko'targan edi. Rasululloh "O'zinglarga hay beringlar, ya'ni o'rinsiz varqirmanglar. Chunki sizlar gaz va gachiga yoki g'oyib narsaga emas, balki hamisha sizlardan ayrilmaydigan so'zinglarni anglab turg'uchi Allohga duo qilyapsizlar" dedi. 3. Xaybarga yaqin joy Sahboga borganda Rasululloh musulmonlar bilan asr namozini o'qidi. Namozdan keyin g'izolanish uchun oziq-tuliklarni chaqirgan edi. Rasulullohning oldiga faqat talqonli keltirildi. Shunga u talqonni bo'yirib namtatgandan keyin o'zimi yedi, boshqalarni yedi. Arqadan namoz sham vaqti bo'lib edi. Rasululloh og'zini chayqab etib, ondan namozga turdi. Sahobalarmi shunday qildi. Qayta tahorat olmadi, uningdan keyin xufdan namozini o'qidi. Islom armiyasi Xaybar qal'alari bo'yida.
Musulmonlar atisi atigan urush boshlanadigan oxirgi kechini Xaybarga yaqin bir joyda o'tkazdi. Yahudiylar buni sezmaydi. Payg'ambar alayhissalom biror qavmning yurtiga kechi berib qolsa, tong otmoqchi tekish qilmaydi. Musulmonlar atisi tong otgan hamon bomdodni burunroq o'qib Xaybarga qarab otlandi. Bir damdan keyin tong so'zilib, olam yo'rividi. Xaybar aholilari palti ketman, tag'ar zambillarini ko'tarishib, etiz eriqlarga chiqishdi. Vaholanki ular musulmonlarning besib kelganligidan qilchi xabarsizlik qiladi. Shunga ular musulmonlar qo'shinini ko'rib, "Azbiroy Xudo, Muhammad qo'shini bilan birga kelibdi" deyishib, aloqazadlik ilikida shaharga qarab ketishdi. Bu chaqda payg'ambar alayhisalom "Allohu akbar, Xaybar xarob bo'ldi. Biz biror qavmning mahallasiga tushsak, ogohlantirish berilganlarning atiginiga voy" dedi. Payg'ambar alayhisalom Xaybarga kirib bir manzilni harbiy gazarma qilishga tanlagan edi. Hubab ibn Munzir radhiyallohu anhu uning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, bu yerga bargoh ta'sis qilish Allohning o'rinlashtirishimi yoki jang tadbirimi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhisalom, "Albatta jang tadbiri" dedi. U, "Ey Rasululloh, bu joy dushmanning Natat qo'rg'oniga bak yaqin. Xaybar askari kuchlarining hammasi dal mushu qal'ada. Biz bu yerga tushsak, ular bizning ahvolimizni osonli bilib oladi. Biz ularning ahvolini uqolmaymiz. Ularning atgan o'qi bizga naq tegidi, chunki ular qal'aning ustidan otadi. Ammo bizning o'qimiz ularga naq tegishi natoyin, chunki biz pastda turib otimiz. Uning ustiga ularning kechilab hujum qilib chiqishidan saqlanғili bo'lmaydi. Hamda bu yer xo'rmilik orasiga joylashgan ekan. Strategiya jihatdan o'rni muvofiq emas. Sharoiti beab zamin ekan. Mushu illatlardan xoliroq bir manzilga amr qilsang, shu yerga bargoh ta'sis qilsaq dedi. Payg'ambar alayhisalom uning so'zini anglab to'g'ri taklif berdi. Dedi-da qo'shinni boshqa bir joyga yetkazib ketdi. Payg'ambar alayhisalom Xaybarga yaqinlab kelib, shahar qal'alari yiroqdan xilpol ko'rinib edi, qo'shinga to'xtanglar dedi. Shuning bilan qo'shin har qaysi o'rinlarda to'xtab edi. Rasululloh duoga qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, 7 qat osmonning va uningdagi shahidlarning parvardigoridirsan va 7 qat zamin va uning ustidagi shahidlarning parvardigoridirsan. Shaytonlarning va ular tarafidan ozdirilganlarning parvardigoridirsan. Sendin bu yurtning yaxshiligini va bu kent aholisining yaxshiligini va yurtdagi barliq shay'illarning yaxshiligini tilaymiz. Va seningdan bu yurtning yomonligidan, kent aholisining yomonligidan va yurtdagi jami shay'illarning yomonligidan panoh tilaymiz" dedi. Ondan bismillah bilan olg'a qarab meninglar dedi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh